Bismillah. Qurbonlik niyatida bo'lganlar uchun Zulhijja oyi kirganidan to qurbonlik so'yilguniga qadar soch va tirnoq olmaslik sunnat hisoblanadi. Agar Zulhijja oyi kirganini bilmasdan tirnoq yoki sochni oldirib qo'ygan bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir tushuntiraman. Bilganimizdek, dastlabki 10 kun eng fazilatli kunlardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida Zulhijjaning dastlabki 10 kuni yilning eng fazilatli kunlari deb aytganlar. Bu kunlarda ko'proq zikr aytish, ko'proq namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish yoki tinglash, sadaqa berish va ro'za tutish, ayniqsa 9-kun Arafa kuni hoji bo'lmaganlar uchun bu kunda ro'za tutish juda katta savob. O'tgan va kelgusi yilgi gunohlarga kafforat bo'ladi. 10-kuni Qurbon hayiti, ya'ni hayit namozi o'qilinadi, qurbonlik so'yilinadi, oila va qarindoshlar bilan yig'ilinadi va qilingan qurbonliklardan ehson tarqatinadi. Agar siz bilmasdan tirnog'ingiz yoki sochingizni olib qo'ygan bo'lsangiz, endi nima qilishingiz kerak? Bundan keyin qurbonlik so'yilguniga qadar soch va tirnog'ingizni olmaysiz. Afsuslanish shart emas. Bilmay qilingan ish uchun kafforat ham yo'q. Qurbonlikni davom ettiravering. U hali ham to'liq qabul bo'ladi inshaalloh. Xulosa, bilib turib qasddan qilingan bo'lsa boshqa masala. Lekin bilmasdan bo'lsa, Alloh g'afur va rohimdir, kechiruvchi va mehribondir. Qurbonligingizni inshaalloh qabul qilsin.